Bugun sizning gullar borasidagi tasavvuringizni mutlaqo buzib yuboraman. Sababi narxi naqd kichikroq samolyotning puliga teng bo'lgan gullar haqida aytaman. Dunyodagi top 3 ta eng qimmat gullar. Gullar tabiatan ayollarning eng go'zal ramzidir. Ular nafaqat tabiatning ajoyib in'omi, balki ayollarning nozikligi, gullab yashnashga intilishini ifodalovchi timsol. Har bir suv tomchisi gul chanqog'ini qondirgani kabi, gullar ayollarning qalbini parvarishlaydi. Top 3 talikning 3-o'rnida Gold of Kinabalu. Ushbu gulning narxi bir donasi uchun naqd $6000. Ushbu gul faqatgina Borneo orolidagi milliy bog'da joylashgan Kinabalu tog'ida o'sadi. Afsuski, bu gul asta-sekin yo'qolib bormoqda. Aynan shuning uchun ham siz ushbu gulni sotib olmoqchi bo'lsangiz, faqatgina qora bozordan topishingiz mumkin. Ikkinchi o'rinda esa Shenzhen Nonke. Bu Nonke Archid kompaniyasi tomonidan laboratoriyada yaratilgan gul. Aynan shuning uchun ham bu gulga ushbu nom berilgan. Ushbu gulni yaratish uchun olimlarning 9 yil vaqti ketgan. U gulni yetishtirib undan gul olgunga qadar esa olimlarning yana 5 yil vaqti ketgan. Bu degani umumiy 14 yil. Va ushbu gulni 2005-yilda Xitoydagi gul ko'rgazmasida ismi ochiqlanmagan inson naqd $202,000 ga xarid qilgan. Va bu o'sha vaqtda bir donasi dunyodagi eng qimmat sotilgan gul sifatida tarixga muhrlangan. Birinchi o'rinda esa Juliet Rose. Atirgul olimi David Austin 15 yil davomida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida gibrid atirgulni yaratdi va 2006-yil Chelseada o'tkazilgan gullar ko'rgazmasida ushbu gul sotilgan va bugungi kunga qadar ham ushbu gul dunyodagi eng qimmatga sotilgan gul hisoblanadi. Uning har bir donasining narxi naqd $4 million. Ha, $4 million bu bitta Bugatti Chiron avtomobilining narxi. Ammo o'sha ko'rgazmada Austin Juliet Rose guldastasini naqd $15,800,000 ga sotib yuborgan. Va bu bitta private jetning narxiga teng bo'lgan guldasta degani. Bitta guldasta uchun $15,800,000 qimmat deb o'ylaysizmi? Yo'q. Lekin bu hali hammasi emas. Sizda millionlab dollar pul bo'lsa ham sotib olish imkonsiz bo'lgan gul mavjud. Lekin ushbu gul haqidagi ma'lumotni sizga shaxsan direktdan yuboraman. Buning uchun siz kommentariyada eng qimmat so'zni yozib qoldiring. Men sizga direktdan aynan ushbu gul haqidagi ma'lumotlarni yuboraman. Unutmang, eng qimmatida doim eng qimmatlari tilga olinadi. Ularni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.